Zeytinlar havas tayyor. Endi sizlarni xazinangizga hech kim tegolmaydi. Rostdanmi? Ha, ishonaveringlar. Ishondik. Bo'pti, biz unda uyga ketdik. Hop, mayli. Xo'sh, ular ketishdi. Endi bu yerda yopib yuboraman. Xo'sh, qolganda endi yopaman. Hozir kelib tushganiga g'alati ovozlar eshitilyapti. Mayli, uyga ketdim. O'zimga. Uzoq uxlatiribman. Soatlar ertalabki 8 qopti. Yo, barchaga salom alaykum. Sizlar bilan birgalikda men Uyko do'stlar. Yaxshimisizlar, tuzmisizlar, o'ylayaptimishlar. Hammasi okeymi? Sizlar yaxshimisizlar? Men ham yaxshiman. Sochim chiroyli turibdimi? Baho berib ketinglar. Yoqmagan bo'lsa minus, yoqqan bo'lsa plyus. Unda videoga ketdik. Doimgidek ertalabdan o'zimizning fermerlik ishidan qolmasin. Matilkam yo'q edi-ya. Aytgancha, men 13-chi qishloqqa ko'chib kelgandan keyin yerdan ish so'raganimda u menga shu. Hozir agrodlar qarashdi bu yerda Matilka hali berolganim yo'q, demak qo'lda qilamiz. Yo'q. Okey, yaxshi. Hammasini yaxshi. Men bularni olib bo'lgunimcha sizlar reklama ko'rib turibsizlar. Ajoyib preview bani avatarlar kerak bo'lsa, Mega Degins kanalini topasizlar. Aniqrog'i Super Degins. Xullas bu yerda ajoyib preview, banner, avatar, anime logolarni bepul topasizlar. 100 tagacha xizmat bo'lsa bepul bo'ladi. Do'stlar, silkasi описание va kommentariyada bo'ladi. Oxirgi sabzilar bular yaxshi o'sman ekan, o'raveramiz. Tak, yesto, bu yerda nima bor? Nima u? Tushunmadim. To'g'risi. Bu yerdan so'rab ko'rish kerak. Qana, xo'sh. Tak, bo'pti, agrot shunday tursin derdim. Ekib qo'ymasam yerdan eshitadiganim eshitaman. Давайте еще. Давай, yaxshi. Sizlarga nima so'rash kerak? Xo'sh, yili oxirgisi. Mana sizlar ikkisan bo'ladi. Esi bo'ldi obunachilar, bularni merga topshirib, aniq chuqur haqida bilib olaman. Mana unda ketdi. Tak. Yo, qana. Assalomu alaykum janoblar. Assalomu alaykum. Nasılsan? Ha, yaxshi, rahmat. Ekinlarni sizga beraman, mana, xo'sh. Olib oling. Olib qo'yib qo'yaman. Yaxshimisiz o'zingiz? Ha, yaxshi, o'zingchi. Yaxshi, rahmat. Agrotim oldi qandaydir chuqur turibdi. U yerdan kechasi 3 yetillar turadi. Bir bola bekib tushdimi, o'zim ham bilmayman. Rahmat sizga. Sekin chiqib keta qolaychi. Menimcha bu yerda bir gap bor. Bu chuqurga tushaman. Kechasi tushganim yaxshi. Ertalabga tushsam hamma yoqda yetillar. Kechasi tushamiz.
Uyning eshigi ochiq. Negadir bugun ungacha biza kompyuter Hani tak davay bosdik. Xo'sh, kecha bo'lib ketdi ayni vaqti. Xo'sh, u yerga tushish uchun menga kirki kerak. Balkim qadam bilan u yerda bironta ahli bordir. Shuning uchun buni ham telefon qolaversin. Telefon fakirga olamiz ketdik bo'ldi. Sekin tushamiz yo'q. Qani o'g'li. Albatta eshitib turibdi, biz ko'rmaydi. Ay o'g'lim. Unchalik balandlikdan yiqilmaganmiz. O'g'rida nima bu? Panjara. Buzamiz. O'g'lim, yaxshi. Davay. Yes. Buni ochish uchun kerak-ku. Richak kerak. Hozir men richak olib kelaman. Hech kim tursin, uyimdan richak olib kelay. No, yaxshiman. Kelib bu anojitni televizordan tutdi, neriyani qarayapti. Ochib ko'ramiz. Yaxshi. Stop. Sonliq kim qo'ydi bu yerga buni? Qiziq. Cho'tda qo'yib turamiz. Xo'sh, ochsammikan? Ochmasammikan? Tak. Voy, bekitilangan ekan. Hozir qulfini otib bo'saman. Bo'ldi, ochildi. Shodon bitti, shitiratimiz bo'ldi. Tak. Yaxshi. Wow, my god. Yo-mayo. Haqiqiysi. Olmos. Qani keldi. Olaveray. Keyin hal qilamiz. Bu yerda surish kerak, bo'lmasam yigitlar hammasi chiqishadi. Oldinga olsak tez qochish kerak. O'g'lim ketdi. Buni o'zi bu qochdik. Tez uyga. Nima shuncha pul. Qarang, shuncha pul. Bir şey tushunmayman. Shuncha pul qandan keldi hozir? Yo, nima bo'lsa bo'ldi. Endi men bo'lman. Lekin bu adashmasam o'sha birdan o'g'irlangan pullar bo'lsa kerak. Demak buni o'sha 3 ta jitel qilgan. Bo'ldi, tushunarli, hammasini anglab yetdim. Xo'sh, hammasini sog'olamiz. O'tlarga ertalab bu pullarni merga qaytarib berishim kerak. Yaxshi. Hammaga xayr do'stlar. Sizlar bilan birgalikdaman. Uyga bo'ldim. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sog'liklar, salomat bo'linglar. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmaymiz.